Yandan esa biz singlim ishtaqachimda issiqqina go'shtli nonning yanqib berib dibtilab bo'ldi. Aka go'shtli nonni dodasini tayyorlab beraman deb ishlarni boshlab yubordim. Elangan un ustiga shakar, dro'zi, tuz solib yaxshilab bir xil massa qilib aralashtirib olamiz. Ustidan erigan sariyog' va suv solib yumshoqqina xamir qorib olamiz. Tayyor bo'lgan xamirni 1 soatga issiq joyga oshirishga yuboramiz. Xamir oshib chiqqungacha go'shtli nachinkamizdan tayyorlab olamiz. To'g'ralgan piyoz va go'shtni solib ustidan tuz va ziravorni solamiz va yaxshilab aralashtiramiz. Orada babi yordamida shunaqa chiroq ketgan qozon qopqoqlarimni tozalab oldim. Babi donachalarini solib ustidan qaynab turgan suvni solishni bilaman. Shunaqa osongina chirklarni ko'chirib tashlaydi. Natijasi har doimgidek a'lo darajada. Babi shahrimiz bo'ylab ko'plab do'kon va korzinkalardan xarid qilsanglar bo'ladi. Oradan 1 soatdan o'tdi. Endi oshib chiqqan xamirlarimizni teng to'rtta bo'lakka bo'lib olamiz. Zuvalachalarni dumaloq shaklda yoyib go'shtli nachinkamizdan solib olamiz. Endi videoda ko'rsatilgandek pichoq yordamida kesib xamirimizni o'rab olamiz. Chetini aylantirib bir-biriga tugib olamiz. Ustidan tuxum sarig'i kunjut sepib, qizib turgan 180 gradus duxovkamizga pishirishga yuboramiz. Juda ham mazali go'shtli nonlarimiz ham tayyor. Bu videoni sizga tayyorlab berish kerak bo'lgan singlingizga yuborib qo'ying.